Aka necha kilo keldi bu go'shtimiz, ha? 241 kilolik novvoslarimiz keldi. Qaysidir ongi past, aqli past odamlar yozadi kommentariyaga. Shorsuvdan olib kelyapsizmi deydi. Aka qaysi qushxonadan olib kelyapsiz aka? Aka qaysi qushxonadan kelyapti? Starodagi qushxonada mana qonlar chiqib turibdi, svejiy mana ko'ryapsiz. Qaysidir ongi pastlar Chorsuvni qasdidan olib kelyapsizlar deb yozyapti kommentariyaga. Mana shunaqa go'shtlardan sizga shashliklarni ko'rsataman. Mana bunaqa qiymalar paydo bo'ladi. Ko'ryapsiz? Mana bunaqa qiymalar paydo bo'ladi, akajonim. Ko'ryapsizmi buni? Boshqarlashini. Bu meni pishdi akajonim, savorasizlar. Mana bular paydo bo'ladi, mana aytdim, mol go'shtlar paydo bo'ladi, hammasi mana bular paydo bo'ladi. Ko'ryapsiz? Mana go'sht Sardor kafesiga ishlatiladi. Polni, to'y oshi, milliy taom, shashlik, salat, kuksi, akroshka hammasiga solinadi. Yog'lari shashlikka ketadi, qiymaga ketadi, jigar. Ko'ryapsiz? Mana sifatini ko'rib turing. 300 kilo, 400 kilo. Sardor kafesi to'g'ri tanlov jigarlar. Ushbu ko'rib turgan go'shinglar polni ishlatamiz. Hammalarni har kuni 7 dan 22:00 gacha kafemizda kutib qolamiz. Aka tashvering jigar.